Hi there, dear students. We're continuing our lesson. Today we're going to look at together listening skills, identifying the connected speech in English. Dear students, demak davom etamiz. Sizlar bilan birgalikda bugun listening skills qismimizda sizlar bilan birgalikda aynan demak connected speech, ya'ni gaplar qo'shilib ketgan paytda bir-biri bilan, ya'ni tez o'qilgan paytda ulardagi asosiy farqni va gap nima haqida ketayotganligini aniqlab olishni sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Demak, qiziq bo'lsa, let's get started. Boshladik. Birinchi navbatda listening skills qismiga qaraymiz. U yerda bizga instruction berilgan, ya'ni ko'rsatma berilgan. Ko'rsatmani diqqat bilan o'qib chiqamiz va o'qishdan avval buni tarjimasini sizlarga aytib o'taman. Well, asosan ingliz tilida ham, o'zbek tilida ham va xohlagan tilingizda biror bir muloqotni eshitgan paytingizda u sizga xuddiki tezdaqa ko'rinadi. Yoki eshitiladi. To'g'rimi? Shu narsa sizda ham bo'lganmi? Juda ham to'g'ri. Kundalik hayotimizda ham ingliz tilini o'rganishni boshlagan paytimizda birinchi navbatda siz biror bir so'zni eshitgan paytingizda, "Oho, buncha tez gapirishyapti. Men bu tilni o'rgana olamanmi?" degan savol tug'ilishi mumkin. Albatta siz o'rgana olasiz. Faqatgina siz u so'zni bilmaganligingiz uchun va hali bizni eshitish ko'nikmamiz yetarli darajada mashq qilmaganligi uchun siz u so'zni bila olmaysiz xolos. Okay? Oddiygina misol, hozir men o'zbek tilida gapiryapman, lekin bu o'zbek tilimni agar ingliz eshitsa va o'zbek tilini o'rganmoqchi bo'lsa, haqiqatan ham uning uchun meni gapim tezdaqa ko'rinadi. Lekin siz meni hamma so'zimni tushunasiz. To'g'rimi? Okay. Yes, albatta. Chunki siz o'zbek tilida yetarli darajada eshitish qobiliyatingiz shakllangan va qolgan tillarda ham agar siz mana shu ko'nikmangizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, kamida 4000 yoki 5000 soat biror bir narsani eshitishingiz kerak bo'ladi. Ana shu mavzu bo'yicha. Ingliz tilini o'rganmoqchimisiz, listeningingizni aytaylik 5,5-6 ga chiqarmoqchi bo'lsangiz, kamida 4000-5000 soat inglizcha narsalarni tinglashingiz kerak. Okay? Albatta bu katta soat emas. Siz kuniga 1 soat, 2 soat, 3 soatdan qilib borsangiz ham sekin-sekin ko'payib boradi va shular jami qo'shilib 4000-5000 soat bo'ladi va mana shu natijani siz tez orada sezasiz. Okay? So, demak bugun biz asosiy mavzu mana shunimiz bo'ladi va asosiy ko'rsatmalarni sizlarga berib o'tdim va endi bu instruksiyani ham o'qib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. People often join words together when we speak. Demak, birinchi gapimizda berib o'tdik ekanki, odamlar ko'pincha join words together when they speak. Ular gapirganda so'zlarni qo'shib yuboradi. Men o'zbek tilida gapirganimda so'zlarni qo'shib yuboryapman. Endi shu gapimni yoyib chiqaman. Men o'zbek tilida gapirganimda so'zlarni qo'shib yuboraman. Ko'rdinglar? Lekin xuddi shu gapni bitada aytyapman. Men o'zbek tilida gapirganimda so'zlarni qo'shib yuboraman. Lekin siz buni bemalol tushuna oldingiz. Ko'rdingmi? Nafaqat ingliz tilida ekan, balki o'zbek tilida ham so'zlarni gapirganimizda tez holatda biz vaqtni tejash va tezroq biz o'zimizni fikrimizni aytish uchun tez gapiramiz va mana shunda biz so'zlarni qo'shib yuborar ekanmiz. Well, sometimes 3 or 4 words sound like a one word. Ba'zida 3 ta yoki 4 ta so'z xuddiki bitta so'zdek eshitiladi. Tushundingmi? Demak, 3 ta yoki 4 ta so'z bittaga eshitiladi. Ko'rdingmi? Mana shu hozirgi gapim o'zida ham xuddiki 2 tagacha so'z bor deb o'yladingiz, lekin tez o'qigan paytimda, demak, xuddiki 2 ta 3 taqa, 2 ta yoki 3 ta daqiqa eshitilib qolishi mumkin. The most important words in the sentence are stressed more. Xo'p, endi gapda asosiy bu qismga kelamiz. Ya'ni biror bir gapni muhim bo'ladigan bo'lsa, ana shu muhim, ya'ni aytaylik men hozir tort xohlayman desam, gapimdagi tort bu gapimning eng ahamiyatli joyi hisoblanadi, muhim joyi, ya'ni information. The most important information. Bu mana shu men tort xohlayotganligimni gapirmoqchiman va shunda men bitta tort xohlayman. Demak, bunda gapimda tortga men ko'proq urg'u beraman. Agar siz mana shu holatda, ya'ni eshitayotgan paytingizda yoki bo'lmasam siz so'zni talaffuz qilayotgan paytingizda, inglizchalab gapirayotgan paytingizda qaysi so'zni ahamiyatini oshirmoqchi bo'lsangiz, ana shu so'zga ko'proq stress berishingiz kerak. Ya'ni bu degani urg'u. Okay? I like a football. I like a football. Demak, bunda ko'rdingmi? Men futbolni yaxshi ko'raman dedimmi? Yaxshi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, I like a football game. I like a football game. Ko'rdingmi? Gapimda football gamega men urg'u beryapman. Shunda men bilib oldim. I like a football game. I like a football game. Gapda urg'u berganimda sal balandroq chiqadi eshitayotgan paytimizda va biz bu gap, ya'ni
ma'lumotning eng ahamiyatli joyi ekanligini ko'rishimiz mumkin. To'g'rirog'i, gapirayotgan paytingizda shunga ko'proq urg'u berib ketsangiz, demak, mana shu informatsiyani siz ko'proq xohlayapsiz, okay? Yes. Demak, biz asosiy informationni bilib oldik. Endi bu yerda siz bilan demak bitta eshitamiz. Bular qanaqangi holatda talaffuz qilishi va ikkita, uchta so'zni bittada aytib ketishini ko'ramiz. Well, 12 ga qarab turamiz va so'zlar ham berilgan. Audio 10.12. 1. I'd like a cake. I'd like a cake. I'd like a cake. Ko'rdingmi? Mana bu yerda I'd like nechta so'z savol? I'd like. I would like. Lekin bitta qilib o'tib ketildi. Ko'rdinglar? Bu yerda 3 ta so'z bor, lekin xuddi bitta eshitildi. I'd like. I'd like. I'd like a cake. A cake. Endi tez o'qiyman. I'd like a cake. I'd like a cake. I'd like a cake. Gapim xuddiki ikkita qismdan iboratga o'xshab eshitilgan bo'lishi mumkin. Tushundingmi? Lekin bu yerda sanab chiqadigan bo'lsak, I 1, would 2, like 3, a 4, cake 5. Ko'rdingmi? Va mana bu nuqta qo'ygani bu gapda mana shu cake ga urg'u berayotganligini ko'rsatadi. Okay? Yes. Keyingi gapni eshitamiz sizlar bilan birgalikda. Audio 10.12. I'd like a cake. 2. Would you like a drink? Would you like a drink? Would you like a drink? Would you like? Xuddi bitta eshitilyapti. A drink bitta. Ko'rdingmi? Lekin bu yerda ham sanab chiqadigan bo'lsak, would 1, you 2, like 3, a 4, drink nechta bo'ldi? 5 ta so'z bo'ldi. Ko'rdingmi? Va drinkka urg'u berilyapti. 3. When does it open? When does it open? When does it open? Ko'rdingmi? When ga urg'u berildi. Keyin open qachon ochiladi? Qachon ochiladi? Deyapti. Bu yerda ham ko'radigan bo'lsak, when does it open? When does it open? When does it open? Xuddiki bitta so'zdaqa eshitilyapti. Ko'ramiz? When does it open? When does it open? When does it open? Siz eshitgan paytingizda xuddiki yangi so'z eshitdim deb o'ylamang, bu yerda katta bir jumla gap ketayotgan bo'ladi, okay? So, bunda ham 4 ta gap ishlatilyapti, ya'ni 4 ta so'z ishlatilyapti. Well guys, asosiy biz bilib oldik so'zda qanaqa qilib aniqlab olishimizni yoki ikkita yoki 3 ta so'zni bitta holatda talaffuz qilib ketayotganligini biz aniqlab oldik va asosiy gapni muhim joyiga ular ko'proq urg'u beradi va gap nima haqida ketayotganligini siz bemalol aniqlab olasiz. Endi esa guys, biz so'zlarni eshitib o'tamiz. Misol uchun, listen and write the number of words you hear. Contractions, for example, his is a one word. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, biz hozir 4 ta gapni eshitamiz. 4 ta muloqot, ya'ni gap bo'lib o'tadi. Mana shu gapni ichida biz har bir odam so'z aytadi. So'zni diqqat bilan sanashingiz kerak bo'ladi. Tez talaffuz qiladi. Ichida nechta so'z bor? Okay? Esimizda qoldi, nechta so'z. Va eshitamiz, qaranglar. Mana shu yerda agar birinchisi gapimizda siz eshitgan paytingizda to'liq talaffuz qiladi va xuddiki bitta daqiqa eshitilishi mumkin, ichida sanab chiqishingiz kerak bo'ladi. Nechta so'z bor? Okay? Misol uchun, I'd like desa, bu nechtaga yuradi? I'd like bitta. Qisqartirib gapiryapman. Tushundingmi? I'd like. Endi I would like. Nechta? Boya gapimizda qaranglar. I'd like da ikkita ekan. I'd, ya'ni o'zi 3 ta bo'lishi kerak, qaranglar. I would like, lekin qisqartiryapman. I'd like. Ko'rdingmi? I'd like. Shunda I bilan D bitta bo'ldi, qisqartirilganligi uchun like ikkita bo'ldi. Agar xuddi shuni kengaytirib gapirsam, I would like nechta bo'ldi? 3 ta. Shuni tez talaffuz qilaman. I would like. I would like. Demak, 3 ta so'z bor deb yozishingiz kerak bo'ladi. Agar men I'd like desam, demak siz ikkita so'z bor deb yozishingiz kerak bo'ladi. Demak, tushunarli bo'ldi? Demak, boshladik. Audio 10.13. Faqat raqam qo'yib chiqsangiz bo'ldi, eshitgan holatda ana shu yerda nechta so'z borligini bilib. 1. What would you like? What would you like? What would you like? Qaranglar. What would you like? Ko'ringlar? 4 ta so'zi what would you like? What would you like? Demak, biz mana bu yerga 4 raqamni qo'yib qo'ysak bo'ldi. Okay? 4. Davom etamiz. 2. Would you like to order? Would you like to order? Ko'rdingmi?
Would you like to order? Would you like to order? Bu yerda ham bitta daqiqa eshitildi va biz bu yerga 5 raqamini qo'yib qo'yamiz. 5. Three. When would you like to go? When would you like to go? When would you like to go? Okay? 6 ta bo'ldi bu yerda. Four. We'd like a table for two. We'd like a table for two. We'd like a table for two. Qaranglar, raqamlar ketma-ketligiga qaraydigan bo'lsak, siz o'ylashingiz mumkin, ha, birinchisi 4 bo'ldi, ikkinchisi 5 bo'ldi, uchinchisi 6 bo'ldi. Demak, bunisi nechta bo'ladi? 7 ta deyishingiz mumkin. Yo'q, aslida adashgan bo'lasiz. Nimaga? Qaranglar. We would demayapti. We'd like a table for two. Okay? Biz 2 kishi uchun demak stol xohlaymiz, zotda mana bunaqangi, ya'ni ovqatlanish stoli, ya'ni restoranga borishgan 2 kishi ekan. Shuning uchun demak bizga 2 kishilik stol bering deyapti. Okay. Shuning uchun biz bu yerga nima qilamiz? Yes. 6 raqamini qo'yib qo'yamiz va it's time to check, tekshirib olamiz. Well guys, this is absolutely correct. Demak, to'g'ri topdik. Endi esa yana bir marta eshitamiz va bu yerda biz listen again and complete the important words in items 1 to 4. Demak, 1 dan 4 gacha berilgan gaplarda ko'radigan bo'lsak, bo'shliq gaplar tashab ketilgan va mana shularga so'zlarni demak yozishimiz kerak bo'ladi. Yana bir marta eshitib. Audio 10.13. 1. What would you like? What would you like? Biz bu yerga what birinchisini yozamiz. Demak, what va bu yerda would turibdi. Oxiriga like. What would you like? Nima dedi? Aha, nima xohlaysiz? Nima xohlagan bo'lardingiz? 2. Would you like to order? Would you like to order? Demak, order bu yerda zakaz bermoq. Zakaz berish xohlagan bo'larmidingiz? 3. When would you like to go? When bu yerda when qachoni? When demak would you like to when would you like to go? Okay. When would you like to go? Yozib qo'ydik. Davom etamiz va oxirgi so'zimiz 4. We'd like a table for two. We'd like a table for two. A table yozdik. For two deb yozib qo'yamiz. Well, now guys, we just have finished our items with the suitable words. I think demak menimcha biz to'g'ri qo'ydik. Mayli, buni demak xuddi shu holatda qoldiramiz, lekin bu to'g'ri. Biz eshitib oldik chunki bu narsani, ma'lumotni va oxirgi informationimizga keldik. 14-mizga, 14da esa bu yerda sal vazifangiz ko'payadi. Ko'radigan bo'lsak, kataklar o'zi ko'p. Demak, kataklar ko'paygan sari bu degani ma'lumotlarni siz diqqat bilan eshitib topishingiz yana ham ko'proq bo'lishi kerak degani. Eshitamiz va to'ldiramiz. Demak, bittasini ko'rsatib beraman va qolganini demak eshitib va o'zingiz yozishingiz kerak bo'ladi. Men aytib turaman sizlarga. Audio 10.14. Where would you like to go? Where would you like to go? Where yozilgan. Demak, would qo'ydim. You qo'ydik. Like yozdik. Tuni qo'yib qo'ysak bo'ldi. Okay, mana. Where would you like to go? Qayerga borishni xohlagan bo'lardingiz? I don't know. I don't know. Mana bu yerga I don't. 5 ga I, 6 ga don't yozamiz. You? Well, I'd like a drink. I'd like a drink. I'd like a. I'd demak a bilan d ni birga qo'yilgan holatda contraction bilan, qisqartma bilan yetigamiz. Like 8 ga demak to 9 ga yozamiz. There's a cafe next to the school. There is qisqartirib yozamiz. 10 ga there is, ya'ni mana bu yerga yozib beraman. Okay.
qisqartirdik. There's yozdik. There's a yozdik mana. There's a cafe. Keyin nima dedi? Esimizda bormi? Next to dedimi? Near mi? Cafe next to the school. Next to the school. Next to the school. Next to the school. Yozdik. Okay, that's a good idea. Okay, that's a good idea. That's a good idea. That's the mana bu yerga yozamiz. Demak, well, that va qisqartiramiz. That's yozdik. Deb yozib qo'ysak bo'ladi. That's a good idea. That's a good idea. Guys. Demak biz completed tugatib bo'ldik va siz bugundan boshlab ingliz tilida connected speechlar, ya'ni gaplar bir-biriga qo'shilib ketayotgan paytda siz bu yerda faqatgina bitta so'z yoki ikkita so'z deb shu paytgacha adashib ketayotgan bo'lsangiz, bugundan boshlab bu xatoni albatta qilmaysiz. Chunki sababi siz bugungi darsimizni yaxshi qatnashib, tomosha qildingiz va connected speechlarni yaxshi o'rganib oldingiz. Ingliz tilida siz bugundan boshlab hech ikkilanishsiz eshitgan paytingizda podcastlarni yoki listeninglarni, songslarni yoki movielarni ko'rgan paytingizda yoki bo'lmasam speakerlar bilan muloqot qilgan paytingizda bu yerda bir nechta so'z borligini siz bemalol bila olasiz va ko'proq to'g'ri talaffuzni ham demak qila olasiz. Hozircha see you next time.